Ko'hna dunyo sirlar va mo'jizalar silsilasidan iborat. Odam bolasi esa umri davomida bu qari dunyoning sirlaridan voqif bo'lmoq niyatida izlanadi, o'rganadi. Necha ming yilliklar guvohligida aytmoq joizki, dunyo otliq manzil va makonga kelib ketmoqdan maqsad va muddao ne edi degan qiyin savolga insoniyatning ma'nan yuksak vakillari mantiq izlaydilar. Ularning orasida Qul Hoji Ahmad Yassaviy otliq purhikmat bir zot ham bor. Xalq orasida Hazrati Sulton degan ta'riflangan Ahmad Yassaviy dunyo, xalq orasida Hazrati Sulton degan ta'riflangan Ahmad Yassaviy dunyo, inson, oxirat, tug'ilmoq va o'lmoq o'rtasidagi bog'liqlik va uning mag'zini chaqishga borlig'ini bag'ishlagan sohibi karomat edi. Shu bilan birga u turk olamining ardoqli farzandi hamdir. Hoji Ahmad Yassaviy musulmon dunyosida Yassaviy tariqati asoschisi sifatida katta shuhrat qozondi. Turkiy adabiyotda hikmatlar devonining asoschisi ekanligi alohida tahsinga sazovor. Ayniqsa o'lmoqdan oldin o'lib ko'rmoq degan mantiqning mag'zini chaqmoq uchun umrining bir necha yillarini yer ostida o'tkazgan Ahmad Yassaviyning hayot yo'li o'zini anglagan har bir insonni o'ylamoqqa, mushohada yuritmoqqa chorlaydi. Biz hozir Sayramning ko'hna joylarida turibmiz. Sayramda bor sonsiz bob degan Sayramda naql bor. Bu degani Sayramdan juda ham ulug' allomalar, fuzolalar, islom ilmini yetuk insonlar yetishib chiqqan. Shulardan mashhurlardan Ahmad Yassaviy, Yusuf Saryomiy, Shahobiddin Isfijoviy va hokazolarni atasak. Ahmad Yassaviy Turkiston mulkining shayxul mashoyixi deb butun olamga mashhur bo'lgan, tariqat ilmini, sufiylik yo'nalishlarini ilk bora yo'lga qo'ygan, butun olamga o'zining hikmatlari bilan mashhur bo'lgan buyuk alloma. Ahmad Yassaviyning avlodlaridan otasi, bobolari, onalari mana shu Sayramda yashab, Sayramda vafot etgan, Sayramga dafn etilganligi to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Otamiz Rahmat Mirxoldar o'g'li tarixchining izlagan, to'plagan ma'lumotlariga asoslanib bu ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimanki, ham Ibrohim Shayx deb ismlari bilan mashhur bo'lgan, ayrim manbalarda, Turkiya manbalarida aytiladi, uning 12 mingdan 10 mingdan oshiq muridlari, shogirdlari bo'lgan. Bundan kelib chiqadi, Ahmad Yassaviyning otalarini ham, Ibrohim Shayxni ham ilm darajasi oliy ekanligini, islom tariqatida, islom yo'nalishida juda ham ko'p muridlarga ustozlik qilganligi to'g'risida juda ham manbalarda ma'lumotlar bor. Hoji Ahmad Yassaviyning tug'ilgan joyi haqida ikki xil qarashdagi fikrlar bor. Birinchisi, Shayx Ibrohimning o'g'li Ahmad Yassaviy qadimiy go'shalardan biri bo'lgan Saryom yoki hozirgi Qozog'iston Respublikasining Sayram qishlog'ida tug'ilgan deyishsa, ikkinchi toifa tadqiqotchilar Ahmad Yassaviy Turkistonda, Yassida tug'ilgan degan fikrlarni aytadilar. Ahmad Yassaviy hazratlari Sovet davri olimlari ham, undan keyingi davrda olimlar ham ko'pchiligi Sayramda tavallud topgan. Otasi Ibrohim Shayxlar, ularning bobolari Sayramda yashagan degan ma'lumotlar berib kelingan. Tinchiklab o'rgangan paytimda shunday bir narsa ma'lumotlar kelib chiqdiki, bu kishi Sayramda emas, ko'proq Yassida tug'ilganligi ma'lum bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu masalada men Turkiyada chiqqan Turk birligi xalqaro jurnalida ham bu masalada maqola berganman, katta maqola. Alisher Navoiy hazratlari Nasoirul Muhabbat degan asarida Hoji Ahmad Yassaviyga bag'ishlangan qismida bu zotning Yassida tavallud topganini va Yassida vafot etganligini bu shunaqa maqtanish hissi bilan yozib ketgan. Undan keyingi bir Faxriddin Ali Safiyning hayot ko'rgisidan oqqan tomchilar degan asarida u zotning Yassida tug'ilib shu yerda vafot etganligi to'g'risida shunaqa bir nima bilan yozadi. Shayx Zinda Alining Samaratul Mashayx farsida yozilgan
Abul Bazarov ham shu fikrlarni berib o'tib ketgan. Abul Bazarov o'zi juda ham yirik o'z davrining yassag'ishunos olimi bo'lgan. Tojiqarayev bilan birgalikda yozgan Yassagi ixlos degan maqolasida 2006-yil yozgan maqolasida bu aytadiki, Qarachiqning eski o'rni deydi. Qarachiq bilan Qarsoq oralig'ida joylashgan qadimiy qal'a deb keladi. Bizning tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, demak, Qarsoq bilan Qarachiq o'rtasidagi qal'a bu o'sha qadimiy ko'hna O'g'izlar shahri, O'g'izxon saltanatining poytaxti bo'lgan Qarachiqqa to'g'ri kelyapti. Shuning uchun Abul Bazarov ham yozadiki, Qarachiqda Hoji Ahmad Yassaviyning ota-bobolari yashagan va u yerda o'zi tavallud topgan. Ibrohim ota maqbarasi 12-asrlarda ilk bora qurilgan. Vafotidan keyin 11-asrlarda vafot etgan bo'lsa, 12-asrlarda. Keyin turli yer tabiiy ofatlar boshqalarning hisobidan 19-hozirgi turgan maqbaramiz 19-asrlarda qayta tiklanib, ta'mirdan o'tgan holatini hozir ko'rib turibmiz. Bu 19-asrlarda qurilgan maqbara, ta'mirdan o'tkazilgan maqbara. Bu Ibrohim otani atrofida yana shu avlodlaridan Mahmud shayx avlodlari, bobolari shu yerga dafn etilgan, hamda Ahmad Yassaviyning yoshligi shu joyda o'tganligi to'g'risida manbalarda keltiriladi. Tug'ilgan joylari ham ko'pgina manbalarda mana shu Ismijob Sayramda ekanligi, bobolarini, otalarini, onalarini, tog'alarini yashagan, dafn etilgan joylari shu yerda bo'lganligi ham mana shuni yana tasdiqlaydi. Turkiy dunyoda katta shuhrat qozongan buyuk avliyo Ahmad Yassaviyning tug'ilgan joyi bilan bog'liq turli xil qarashlarning sabablaridan biri Sovet davrida uning hayoti va ijodini o'rganish taqiqlandi. Shuning uchun keng omma u haqida hech narsani bilmagani kabi, Ahmad Yassaviy tadqiqotchilari ham izlanishlar olib bora olmadilar. Hatto hanuzgacha tug'ilgan yili va olamdan o'tgani bilan bog'liq chalkashliklar bartaraf etilgani yo'q. Hoji Ahmad Yassaviy 1041-yil tug'ildi. Hikmatlarda keladiki, 20 yoshida uylangan. Undan keyin 27 yoshida u kishi Buxoroga borib Yusuf Hamadoniyning qo'lida tarbiyalanadi. Uni 3-xalifalardan biriga aylanadi deb yozishadi. Endi men haqiqatan ham shunaqa deb o'ylardim. Ularning hammasini har tomonlama tahlil qilib ko'rganimda bir-biridan shunaqa farq qiladigan, hatto kulgili darajada farq qiladigan ma'lumotlarga ega bo'ldim. 1041-yil tug'ilgan bo'lsa, Yusuf Hamadoniy hazratlar, ya'ni ustozlari manbalarda keladiki 1048-yil tavallud. Endi mayli, unaqa bo'lishi mumkin. Masalan, ustozi yoshroq bo'lishi mumkin shogirdiga qaraganda. 1068-yilida bu Buxoroga borib Yusuf Hamadoniyni ta'lim oldi deylik. Lekin keyin yana birdaniga 3-xalifa bo'lib qoldi. Lekin undan oldingi xalifalar Abdulloh Barraqiy va Hasan Andaqiylar. Endi men shularning tavallud topgan yillarini bilan qiziqib ko'rdim. Barraqiyning tug'ilgan yili noma'lum. Endi Andaqiy esa 1069-1070-yil tavallud topgan ekan. Bu Yusuf Hamadoniyga shogird tushgan bo'lsa, Ahmad Yassaviy 68-yil. Hali tug'ilmagan Andaqiy qanday qilib unga ikkinchi shogird bo'lib qoldi? Qiziqda bu. Keyin men buni o'rgana boshladim. Yusuf Hamadoniy aslida o'sha ma'lumotlarga qaraganda 1105-yili Ma'rifga keladi. Undan keyin Samarqandga, undan keyin borib Buxoroga ketadi. Ana shu davrlarda 1105-yili o'sha Samarqandga kelgandan keyin, Ma'rifdan keyin Samarqandga kelgan davrda Barraqiy bilan, ya'ni Abdulloh Barraqiy bilan Hasan Andaqiylarni shogirdlikka qabullaydi. Barraqiy bilan Andaqiy Ahmad Yassaviydan oldin unga shogird tushgan bo'lishi kerak. 1068-yilda Ahmad Yassaviy shogird tushgan bo'lsa, ular hali tug'ilmagan bo'lsa yoki endigina chaqaloq yosh bolalar bo'lsa, qanday qilib ular birinchi, ikkinchi xalifa bo'lishi mumkin? Ahmad Yassaviy hazratlarining tug'ilgan joylari va tug'ilgan yillari bilan bog'liq har xil qarashlar borligi ayon bo'lyapti. Demak, bir toifa olimlar va tadqiqotchilar Ahmad Yassaviy hazratlari Sayramda tug'ilgan
desa, boshqa birlari esa Turkistonda va uning atrofidagi Qorachiq qishlog'ida, Yassida tug'ilgan degan gaplarni ma'lumotlarni berishgan va bu hali hanuzgacha tadqiqotchilar va yassaviyushnoslar o'rtasida turli xil munozaralarning kelib chiqishiga sabab bo'lyapti. Shu bilan birga aytish kerakki, Ahmad Yassaviy hazratlari tug'ilgan joylari va tug'ilgan yillari bilan dunyoga mashhur bo'lmaganlar. Ahmad Yassaviy hazratlari o'zlarining Yassaviy tariqatini va turk dunyosidagi o'zining noyob hikmatlarini yaratganligi bilan nafaqat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston yoki Turkiya, Ozarbayjon, balki dunyoning juda ko'p mamlakatlariga mashhur va dong taratganlar. Shunday ekan, u zotning tug'ilgan joylari va tug'ilgan yillari bilan bog'liq har xil chalkashliklarga bundan buyon faoliyat olib boradigan tarixchilarimiz va tadqiqotchilarimiz shug'ullanishlariga imkon yaratamiz va ularni ixtiyorda qoldiramiz va Ahmad Yassaviy hazratlarining biz uchun muhim bo'lgan va bugun insoniyatning faxrli o'g'lonlaridan biriga aylangan u kishining tariqatlari hamda ijodlari bilan bog'liq jihatlarga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerakka o'xshaydi. Ahmad Yassaviyning ruhiy dunyosining yuksalishida uning ajdodlaridan o'tgan teran tafakkur haqida to'xtalmoq joiz. Chunki uning otasi Ibrohim shayx va onasi Oysha xotun, keyinchalik qorasoch ona deb aytilgan insonlarning ajdodlari ham ilmu irfon vakillari, nomdor shayxlar, avliyolar bo'lishgan. Xo'ja Yasaviyning onasi xalqning ichida Qorasoch ona deb tanilgan, asli nomi Oysha bibi bo'lgan. Musa shayx degan shayxni juda taniqli odammi, badavlat odammi, aslzoda odammi qizi bo'lgan. Bu inson xalqning ichida tanilgani asosan tushlarni o'qigan, insonlarni davolash bilan shug'ullangan, xalq juda hurmat qilgan. Juda ko'p vaqtini bola tarbiyasiga bag'ishlagan Ahmad Yassaviydek buyuk insonni tarbiyalab voyaga yetkazgan inson, shuning uchun onalik timsoli ideal sifatida ham tan olingan. Ahmad Yassaviy va islom dunyosidagi tariqat yo'lidagi qilgan mehnatlarini bugungi kunga xalqqa ko'rsatish borasida ish yuritilyapti. Men fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, Xo'ja Ahmad Yassaviy hazratlari mana shu turkiy olamini birlashtiruvchi, qolaversa turkiy tilda yozgan bu Ahmad Yassaviy bo'ladi. Uni hikmatlarini agar o'qib chiqadigan bo'lib mag'zini chaqsak, mana shu bugungi kunni dolzarb masalalarini aytib o'tgan. Masalan, beshak biling bu dunyo barcha eldan o'taro. Inonmagin molingga, ul ham sendan ketaro. Fikr qil farzand, qayga ketdi ota-ona qarindosh, 4 oyoqli cho'binot bir kun bizga ham yetaro deydi. Bu dunyoda shunday yashashimiz kerak ekanki, mol dunyoni orqasidan emas, aksincha ilm olib, xalqqa ilm nurini tarqatadigan bo'lsak, xalqimiz ziyoli, farosatli va madaniyatli bo'ladi. Maktabga birinchi sinfga borgan paytimda shu Yassaviy bobomizni onalari maqbarasi yonida o'tardik har kuni. Lekin uni yoniga borishga qo'rqardik. Uni yoniga o'rab qo'yilgan edi, kiritilmas edi ichiga. Keyin u haqida, tarix haqida bilmasdik. Men ochiqdan aytishim kerak, 10 yil o'qigan bo'lsam, 10 yil davomida men Sayramning tarixini haqida biron bir ma'lumotga ega emas edim. Sayramdagi mana shu tarixchilar, boshqalar bir yaxshi bir guruh bo'lib, Sayram ensiklopediyasini yaratishibdi. Shu meni kitobim undan oldin borib chiqqan edi. Men ukamga berdim shu kitobimni. Ukam bu kitobni foydalanib, shu ensiklopediyaga, Sayram ensiklopediyasiga, nashriga kiritibdi. Ahmad Yassaviy 7 yoshga yetganda u ota-onasidan ajralib yetim qoladi. Undan keyin esa tog'asi va yaqin qarindoshlari tarbiyasida bo'lgan Ahmad Yassaviyning hayotida yangi davr, saodatning yangi eshiklari ochila boshlaydi. Ayniqsa Piri Murshid Arslonbob bilan bo'lgan uchrashuv uning hayotida keskin o'zgarish yasaydi. Rivoyatlarda aytilishicha, Sayramdagi Xon ko'prigi degan joyda Arslonbob 400 yil saqlagan omonatni, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tomonidan berilgan xurmoni Ahmad Yassaviyga topshiradi.
Biz ijodiy guruhimiz bilan Sayram tumanidagi o'sha voqea joyi deyilgan Xon ko'prigida bo'ldik. Biz turgan joy juda tarixiy joy. Bu yerda Arslonbob Ahmad Yassaviy bobomizga xurmo bergan joy. Xurmoni berganlariga anaqa joy, mana shu belgi. Bu yerda Xon ko'prik xurmoni qabul qilgan. Неге былайша айтқанда құрманы аманат етіп тапсырды? Себебі пайғамбарлардың соңы кім? Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Одан кейін ол кісінің рухани өзімен бірге алып келген рухани қуаты қанша жылға жетеді? 400-500 жылға жетеді. Ары қарай жетпейді. Ары қарай өмірді, адамзат баласының өмірін кім жалғастыру керек? Қожа Ахмет жалғастыру керек. Міне сондықтан да ол кісі аманатты Қожа Ахмет Яссауиге қалдырды. Мына неде бар? Сүлеймен Бақырғалидің айтатыны бар. Субханияның өзі еді. Мұстафаға тапсырды. Арыстан бабам жеткізді. Шайхы Ахмет Яссауи дейді. Демек, ненің бергені? Алладан келген аманат бұл. Құрма деген Алланың берген аманаты. Сол аманатты жеткізуші. Ол пайғамбарымызға тапсырды. Алла Тағала пайғамбарымыз Арыстан бабқа тапсырды. Арыстан баб алып келіп Қожа Ахмет Яссауиге тапсырды. 7 yoshda Arslan bobga qildim salom. Haq Mustafa omonatin qiling in'om. O'shal vaqtda ming bir zikrin qildim tamom. Nafsim o'lib lamakonga ochdim mana. Xurmo berib boshim silab nazar qildi. Bir fursatda uqbo sari safar qildi. Alvido deb bu dunyodan guzar qildi. Maktab borib qayna to'lib toshdim mana. Ahmet Yesevi Türk dünyasının müşterek kadriyatıdır. Bu nokta juda muhimdir. Ahmet Yesevi Hazretlerinin ortaya koygan tasavvuf alevi asırlar devamında bütün Orta Asya, Anadolu ve Balkan memleketlerini tesiriga algandır. Kelip ketken tasavvuf alimlerinin hiçbiri o kadar samarali olmagan. Hoca Ahmet Yesevi İslam alimi Divan-ı Hikmet namlı meşhur eserinin muallifidir. Bu yerde en mühim nokta Fars dilide juda yaxshi so'zlash ve yazışga ega bo'lgan bo'lsa ham eserlerini Türkiy tilde yazıp Türkiy tilini yüksek derecede alıp çıkkanlar. Hoca Ahmet Yesevi Divan-ı Hikmet adlı eserinde insan sevgisi, ilahi aşk, Allah'ın birliği ve kudreti, peygamber sevgisi, İslam ahlakı gibi mevzularını Türkiy tilden en yaxshi tarzda tushuntirganlar. Ustozi Arslonbob dunyoni anglamoq va yashamoqning mazmun mohiyatini tushunib yetmoq yo'lida bilim olishi uchun shogirdi Ahmad Yassaviyni yer yuzining sharif shaharlaridan biri bo'lmish Buxoroy Sharifga yuboradi. Buxoroda buyuk avliyo Yusuf Hamadoniyga shogird tushib, uning dengiz durlaridek qimmatli saboqlardan bahra olishi Ahmad Yassaviyning ruhiy dunyosida yangi qirralarni ochadi. O'zining ona tili Turkiydan tashqari arab va fors tillarini mukammal o'rganadi. Tasavvufiy adabiyot bilan tanishadi. Xoja Abduxoliq G'ijduvoniy, Abdulloh Baqriy, Xoja Hasan Andoqiylar bilan hamsuhbat bo'lib, o'z davrining peshqadam sufiysi Shayx Yusuf Hamadoniy muridlari qatoridan joy oladi. Buyuk ustozidan saboq olgach, Turkistonga qaytib, u yerda masjid, madrasalar ochadi. O'z atrofiga shogirdlar to'playdi. Musulmon olamida yangi yo'l, Yassaviy tariqatiga shu tarzda asos solindi. Uning nazdida dunyo bu jumboq. Unga yechim topmoqning birdan bir yo'li haqni tanish. Haqni tanimoqning yo'li esa bilim olish. Uning fikricha haqning so'zini emas, o'zini bilish asosiy vazifadir. Bu asarlarni ham aksariyati hammasi turkiy tilda bitilgan, ya'ni turkiy xalqlar tilida bitilgan. Lekin mana bu risolalari fors tilida bitilgan. Bu Xo'ja Ahmad Yassaviyni birdan bir o'sha bizgacha yetib kelgan
fors, tojik tilidagi birdan bir yagona qo'lyozma nusxalar asarlar hisoblanadi. Bu asarning o'ziga xos jihatlaridan bittasi shundan iboratki, bu asarda u ko'proq endi o'sha Yassaviya tariqatining mohiyati, mazmun mohiyati, ya'ni tariqatning sunnatlari, tariqatning vojibotlari, o'sha Yassaviya tariqatiga xos bo'lgan jihatlarni, nazariy asoslarni mana shu Saladar odob tariqatida bayon etganlar. Yana buni boshqacha ham bir aytish mumkin. Ma'lumki, Xo'ja Ahmad Yassaviy 7 yoshliklargacha tahsilni o'sha o'zlarini Turkistonda olganlar. Undan keyin dastlabki ustozlardan Shahabiddin Isfijobiydan 20 yoshgacha o'sha Turkistonda, keyin Buxoroga kelganlar. Bu yerda Yusuf Hamadoniydan ta'lim olganlar. Ma'lumki, Yusuf Hamadoniy ko'proq fosiy tilli bo'lgan, ehtimol ustozlarga ehtirom tariqasida ham yozib qoldirgan bo'lishlari mumkin. Eshak biling, bu dunyo barcha xalqdan o'tara. İnanma qil molingga, bir kun qo'ldan ketara. Ota ona qarindosh qayon ketdi fikr qil. 4 oyoqli cho'bin ot bir kun senga yetara. Dunyo uchun g'am yema, haqdan o'zgani dema. Kishi molini yema, sirat uzra tutara. Ahli ayol qarindosh hech kim bo'lmaydir yo'ldosh. Mardona bo'l, g'arib bosh, umring yeldek o'tara. Ahmad Yassaviyning turk dunyosida bu qadar shuhrat qozonishining sabablaridan biri uning devoni hikmatining mazmundorligidir. Uning hikmatlari quruq pand va nasihatdan iborat emas. Yassaviy hikmatlarida haqni sevish, nafsdan chekinish, inson ruhi va ongini har qanday illat, qabohatdan ozod etish borasida teran fikrlar ilgari surilgan. Endi biroz Ahmad Yassaviy hazratlarining boshqa avliyolardan, ulamolardan, tariqat asoschilaridan ajralib turadigan jihatlari haqida gapirmoqchimiz. Agar Turkiston shahridagi Ahmad Yassaviy maqbarasiga borsangiz, u yerdagi bobomizni o'tirgan chillaxonasini borib ko'rishingiz mumkin. Ahmad Yassaviy 63 yoshdan keyin o'sha yer tagidagi juda tor bo'lgan xilvatxonaga o'tirib kirib ketgan, qaytib chiqmagan bo'lishi mumkin degan ehtimollarni aytadi. Biz u xilxonani borib ko'rdik. Chuqurligi 2 metr atrofida, diametri 1,5 metr atrofida. Bunday joyda o'tirib bir umr yashash bu tasavvurga sig'maydigan hol. O'lmay turib o'lish degan o'zlarini o'sha falsafasiga asosan yer tagiga kirib o'limni ma'lum ma'noda tasavvur qilganlar. Aytish kerakki, o'zidagi kibrni, manmanlikni, har xil yomon illatlarni yo'qotish yo'lida qilingan Ahmad Yassaviy hazratlarining juda katta kashfiyotlari bu. Odam ana shu yerga kirganda go'yoki qabrga kirganda his qiladi o'zini. Va o'zi bilan o'zi qoladi va o'zi bilan Allohga talpinadi. Ana shunday jarayonlarda Ahmad Yassaviy hazratlari o'zidagi jamiki illatlarni yo'qotish barobarida komillikning eng yuqori pog'onasiga chiqqan bo'lsalar ajab emas. Bu jihati bilan ham Ahmad Yassaviy dunyoning boshqa birorta avliyolarda uchramaydigan o'ziga xos yo'lni tanlagan. Yer yuzini tark etib, yer ostiga kirish bu aytish kerakki har qanday insonning va avliyolarning qo'lidan keladigan oddiy ish emas. Ana shu jihatlari bilan ham Ahmad Yassaviy hazratlari insoniyatning orasida yagona bo'lishlari mumkin va bunday sinov, Alloh bilan muloqotga kirishish, o'zidagi illatlarni yo'qotish uslubi faqat Ahmad Yassaviy hazratlariga xos. Turkiy olamning ana shunday dahosi borligi bu albatta bizning va sizning faxrimizdir. Ahmad Yassaviy hazratlari bugungi ishtirokchilarimiz fikrlaridan kelib chiqish kerakki,
chillaxonada 63 yoshdan keyingi to 130, 125 yoshgacha bo'lgan davrlarni shu o'tkazgan ekanlar. 60 ga kirganlardan keyin asosiy umrlari shu o'tkazgan ekan. Bu chillaxona va bu yerga chiqib shogirdlariga har zamonda ruhiy tarbiya bilan bog'liq, o'zlarining tarbiyatlari bilan bog'liq va hikmatlari bilan bog'liq, o'zlarining g'oyalarini, fikrlarini shogirdlariga singdirgan. Demak, u kishi ham jismonan va ham qalban Allohga bog'langan odamgina o'zidagi salbiy illatlarini, salbiy kamchiliklarini, xatoliklarini anglab yetadi. O'shanda insoniyatni birorta bandasiga yomonlik qilmaydigan fikr va g'oya asosida yashaganlar. Mana ko'rib turibsiz, demak mana shu yerda xizmatxonani o'zida 40 kun o'tirish oson ish emas u. Juda ham tor bu. Bu yerda o'tirish uchun odamda qalban tayyorgarlik bo'lishi kerak. Agar ruhan tayyor bo'lmasa, bu yerda 40 kun emas, 2 kun o'tirib ham o'lib qolishi mumkin odam. Demak, Yassaviy hazratlarida boshqa oddiy odamlarda uchramaydigan nihoyatda noyob hodisa, juda katta qalb pokizaligi, iymonning baquvvatligi mujassam bo'lgan. O'shaning uchun u kishi har doim mana shu yerda o'tirishga o'zlariga ma'nan kuch va quvvat his etganlar. Ahmad Yassaviy bobomizni 63 yil hayoti xuddi sizlar bilan bizga o'xshab hayot kechirgan. 63 dan keyin mana shu yerni tanlagan. Asosiy oxirgi so'nggi 63 yil o'tgan joy mana shu yerda turibmiz biz. Endi bu chillaxonaga tushganda u kishi 40 kun o'tiradi. 40 kungacha hech kim bilan aloqa qilmaydi, suhbat qilmaydi, ya'ni Alloh taolo bilan yakka-yakka qoladi. Bunga juda katta tayyorgarlik kerak. Oddiy odamlar o'tirsa, kalla ketib qoladi, kirisha ketadi. Shuning uchun ba'zi bir tushunmaydigan odamlar bo'ladi, endi ba'zi o'zlarini mulla deganlar bo'ladi, o'tiraman deb qoladi. Yo'q, u usta ko'rmagan odam, ustoz ko'rmagan odam o'tira olmaydi. Juda qiyin masala. Buning uchun juda katta ruhiy chiniqish, katta tayyorgarlik kerak. ruhiy tayyorgarlik. Qarang siz, u 40 kun o'tirish degan oson narsa emas. Endi o'sha so'nggi 63 yil o'tirgan holatini hammasi yozgan, o'zining hikmatida yozadi. Endi shu 63 yoshida 63 yil umr ko'rgan bo'lsa, har kuni ustozlar, shogirdlar chiqarib o'tirgan. Shogirdlar bilan muloqot to'xtamagan, umuman to'xtamagan. Ya'ni kim bo'lishdan qat'iy nazar eng yuqori ish mahsuli mana shu yerda o'tgan. Xizmat ishi. Minglagan shogird tayyorlagan, minglab tayyorlagan. Bu asosiy o'zi ko'p odam kelsa, Ahmad Yassaviy bobomiz bu yerdan dunyodan o'tgan keyin qo'yilgan qabr u. Keyin uni ustiga maqbara solgan, u qabr. Lekin hayotini o'tgan joy mana shu. O'sha yerda ijod qilgan, o'sha yerda tayyorlagan, so'nggi 63 yil bu yerdan hech qadam bir qadam bosib chiqmagan. Lekin vaqti bilan chillaxonada o'tirdi. Qul Hoji Ahmad nafsni tepdim. Andin so'ngra jononani izlab topdim. Haq qilichin qo'lga olib nafsni chopdim. Biru borim diydoringni ko'rarmanmi? Endi жалпы Ahmad Yassaviy bobomiz бүкіл әлемге ортақ тұлға, бүкіл адамзатқа ортақ. Біз енді әркім жақсыға таласы бар дейді, барлығымыз меншіктегіміз келеді, бірақ бүкіл әлем мойындап, соңынан 99 мың шәкірттің еруі ол кісінің бүкіл әлемге ортақ екенін көрсетеді. Енді жалпы артында қалған мұрасына қарайтын болсақ та, Yassaviy бабамыз адамзатқа қызмет еткен тұлға ретінде нақты белгілі болады. Өйткені бұл хал ілімі, ар ілімі дейміз, жүректің тазалық мәселесі бұл бүкіл адамзатқа ортақ құндылық. Сол тұрғыдан келген кезде мынау Yassaviy бабамыздың осы Яссы қаласында өмір сүріп, қызмет жасап, осында қайтыс болғаннан кейін осында жерленіп, 2 жылдан кейін осындай зәулім ғимарат салып, Әмір Темір бабамыздың құрмет көрсетуі, бұл жалпы осы сабақтастықты көрсетеді. Xo'ja Ahmad Yassaviy hazratlarini merosi, ilmiy ma'naviy merosi juda ham keng va juda ham boy. Xo'ja Ahmad Yassaviyning merosi bizga o'zligimizni anglashga, kim ekanligimizni, kimlarning avlodi ekanligimizni anglashga yordam beradi. Biz o'zligimizni qaysidir davlatda yozgan ruhiyat, psixologiya, sotsiologiya kabi nimalar emas, balki o'zimiz ajdodlarimiz tomonidan yozib qoldirgan asarlar orqali o'zligimizni anglasak, albatta bunday xalqning zivolasi pishiq bo'ladi, bunday xalqning ruhoniyati pishiq bo'ladi, bunday xalq juda katta mana hozir Renessans deyapmiz-ku, 3-Renessansni yaratishga muvaffaq bo'ladi. Xo'ja Ahmad Yassaviy bobomizlar Risolador Odob tariqat asarini
tarjima qilish orqali birinchidan biz yoshlarga o'zlarini ajdodlari, o'zlarini bobolari tomonidan yozib qoldirilgan asarlar orqali o'zligini anglashga yordam bersak, ikkinchidan bunda mana hozirgi aytib o'tganimdek o'zligimizga xos bo'lgan qadriyatlar, o'zimizga, milliyligimizga, o'zbek xalqiga, umuman turkiy xalqlarga xos bo'lgan qadriyatlar asosida o'sib ulg'ayishga va kamol topishga, qolaversa shu asosda ulkan dunyo miqyosidagi ulkan muvaffaqiyatlarga erishishga bir zamin yaratadi. Piri Türkistan Ahmet Yesevi Hazretleri dediler ki, aşkın kıldı şeyda beni, cümle alem bildi beni, kaygım sensin tünü günü, menge sen gereksen sen. Ondan tahmini bir yarım asır keyin Anadolu'da yaşayan Yunus Emre, onun gayelerinden ve şiiriyatıdan ilhamlangan. Ve Yunus Emre hem şunday quyidakini aytgan. Senin sevgin meni menden aldı. Menge sen kereksen sen. Keçeyi gündüz yanarman. Menge sen kereksen sen. Türk dünyasını asasla birleştirdiğin yegane narsa Ahmet Yesevi desturu, fikirleri ve yoludur. Hoca Ahmet Yesevi'nin Kazaktır veya Özbektir deyiş hatadır. Bu uluk kişi bütün Türk dünyasının ortak şahsiyetidir. Çünkü o asırlar devamında o'zining fazilat, iman itikadı, adab ahlakı, ilahi muhabbeti, hikmeti bilen insanlar arasıga kirib, ularning qalbida chorladi. Necha asrlarki Hoji Ahmad Yassaviyning qadim Turkiston shahridagi maqbara majmuasi ziyoratchilar va sayyohlardan bo'shamaydi. Ushbu me'moriy obida sohibqiron Amir Temurning topshirig'i bilan barpo etilgan. Ahmad Yassaviy hazratlariga qurilgan mahobatli inshoat yer yuzining noyob tarixiy obidalari qatoridan joy olgan. Uni har tomonlama mustahkam va go'zal qiyofada barpo etish uchun mahoratli me'morlar va tajribali quruvchilar jalb etilgan. Amir Temur Qoraxoniylar davrida qurilgan dahma ustiga ulkan va mahobatli maqbara qurishga fatvo berib, unga rahbarlik qilishni o'zining xayriya savobli ishlari bo'yicha mutasaddisi Mavlono Ubaydulloh Sadrni mas'ul etib tayinlaydi. Maqbara ustiga Hindistondan keltirilgan va o'ta noyob yashil marmar toshi o'rnatiladi. Natijada majmua san'at asari darajasida barpo etiladi. Shuning uchun Ahmad Yassaviyning shon shuhratiga mos maqbara majmua hozirgacha qad rostlab turibdi. Ammo ayrim sabablarga ko'ra maqbara majmua to'liq bitmay qolgan. Balki sohibqiron Amir Temurning Xitoy yurishidan qaytgach qurilishni tugallash rejasi bo'lgandir. Taassufki bu orzu armonga aylandi. Chunki 1405-yilning qahraton qishida Turkistondan uncha uzoq bo'lmagan O'tror shahrida Amir Temur bandalikni bajo keltirdi. Hoji Ahmad Yassaviyga qalban va ruhan talpingan Amir Temurning ulug' pirning jismi qo'nim topgan joyda olamdan o'tishida ham bizga noayon bir sir yoxud ajib bir hikmat mujassam go'yo. Biz kim mulktiron Amir Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng ulug'i, eng qadimi Turkning bosh bo'g'inimiz. Qay o'lkada diyonat yo'qolsa, shu o'lkada imon zaiflashgay. Qay o'lkada imon zaiflashsa, shu o'lkada parokandalik, tanazzul ro'y berg'ay. Uyg'on ey Turon elning turk xalqi. Azizlarim, ixlosim baland bo'lgan buyuk sulton Orifin Hoji Ahmad Yassaviyga pirim sifatida umrbod va maslahatda bo'ldim. Turkiston maqbarasini ham shul muhabbatim tufayli bunyod etkizgan edim.
Afsuski, sovetlar bosqini paytida mahobatli maqbaraning mustahkamligiga putur yetkazuvchi nojo'ya harakatlar sodir etildi. Odamlarning ayrim manbalarga asoslanib aytishlaricha, Hazrat Sohibqiron Amir Temurning buyrug'i bilan maqbaraning eng baland qismiga katta miqdordagi oltin yashirilgan. Chunki yillar o'tishi bilan imorat ta'mir talab bo'lib qolishi mumkin. O'shanda oltinning bir qismini sotib, imorat uchun sarflash nazarda tutilgan. Ammo bundan xabar topgan shumqadam sovet bosqinchilari baland joyda saqlanayotgan oltinni o'qotar qurol bilan otib tushiradi. Imoratning devorlari zarar ko'radi. Chunki asrlar davomida buyuk saltanat yaratgan turk dunyosining katta qismi bosib olingan. Qadim Turkiston tuproqlari dushmanning oyoqlari ostida toptilayotgan edi. Shuning uchun bosqinchilar bu kabi vahshiyliklarga qo'l urdilar. Qismatiga ko'p ko'rguliklar yozilgan tarixiy va noyob eksponat To'y Qozon Hoji Ahmad Yassaviyning maqbarasi barpo etilgan Turkiston shahrida emas, undan uzoqroq masofada joylashgan Qarnoq qishlog'ida tayyorlandi. Sohibqiron Amir Temurning buyrug'i bilan 2 tonnadan og'ir bo'lgan qozon nima uchun Qarnoq qishlog'ida tayyorlandi? Unda qanday siru sinoat yashirin degan savolga javob izlab, O'g'iz davlatchiligining qadim xarobalari yastanib yotgan Qorachuq va Qarnoq kengliklari tomon yo'l oldik. Uzoqdan sukunatga botgan Qoratog' tizmalari ko'zga tashlanadi. Qadimiy Qarachuq qalasi Qozog'iston arxeologlarining olib borgan tadqiqot ishlari natijasida shunday xulosalarga kelingan 2600-2700 yillik tarixi bor deb aytishadi. Qadimiy qala. Undan keyin bu O'g'izxon saltanatining poytaxti ham deb shunaqa fikrlar ham keltiriladi tarixda. O'g'izlar shimol tarafdan Sirdaryoning o'rta oqimi va shu quyi oqimi o'rta oqimiga kelib o'rnasha boshlagan davr hisoblanadi. Undan keyingi davrda O'g'izlar aslida 13-asrlargacha mana shu Sirdaryoning o'rta oqimida va quyi oqimida juda ko'p o'rnashib kelib yashagan. Abulg'ozi Bahodirxonning Shajarai Turk asarida o'sha O'g'izxon to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Unda yozilishicha, O'g'izxonning Yulduzxon degan o'g'lining to'ng'ich o'g'lining oti Qarnoq deb ataladi. Qarnoq degan so'zning asl ma'nosi shu davrda O'g'iz tilida shu bo'ka degan bu katta ilon, bahaybat, haligi yo'lboshchi, undan keyin baquvvat, shunaqangi bir kuchli degan ma'noni anglatar ekan. Shuning uchun Yulduzxonning katta o'g'lini Qarnoq deyilgan. Yassaviyshunos olim Abdumannob Ziyoyev va boshqa tarixchi olimlarning xulosalariga qaraganda, Turkiylarning qadim O'g'izxon davlatchiligi tarixining iltizlari Qarnoq qal'asida mavjud. Shuning uchun Turk dunyosining bu yerida ilm-ma'rifat, hunarmandchilik yuqori darajada rivojlangan. Hatto ayrim rivoyatnamo gaplarga qaraganda, madrasalarining ko'pligi bo'yicha Qarnoq Buxoroy Sharifdan keyin 2-o'rinda turgan ekan. Ahmad Yassaviyning 99 ming shogirdlari orasidan tanlab olgan yetuk izdoshi Sulaymon Boqirg'oniy ham shu qishloqda dunyoga kelgan. Shahid bo'lganligi tufayli Qoratog' etagiga Qarnoqqa kelgan. Endi bizda mana qishloqdan chiqaverishda Yorbosqon degan joy bor-ku, bitta joy. Nima uchun Yorbosqon deyishadi bilmayman. Shu yerlar shu kishining joylari bo'lgan ekan, bobolaridan o'tib kelgan, bobolaridan bobolariga, otalariga o'tib kelgan joylar bo'lgan ekan. Keyin shu o'zi yashaydigan dala hovliga o'xshagan joy bo'lsa kerak. Shu nimaning oldida erganak deydi bizda, temirlik emas, yog'ochdan qilingan eshiklarni erganak deyishadi. Shu erganakning bo'yida deydi, o'tirganda olib o'tirsa, bir to'p bolachalar o'tib borayotgan ekan. Ularning hammasi shu paytda haftiyak nimani o'qishgan, kitob jildniga kitobni solib olib ko'tarib o'tib ketayotgan ekan. Qarab o'tirsa, bittagina bolakay haligi kitob jildni boshiga qo'yib o'tib ketayotgan ekan. Keyin o'g'lim, sen nima uchun qo'lingga ko'tarmaysan o'rtoqlaring kabi
deb so'raydi. Shunday qilsa, qanday qo'limda ko'taray? Bu bizdan ulug', bizdan buyuk narsa deydi. Qo'limdagi deydi. U Qur'on bo'ladi. Uni deydi, boshimga ko'tarib yurishim kerak, bizdan yuqori turish kerak deb nima qiladi. Uni eshitib u hayron qoladida, sen menga shogirdlikka kel deydi. Shunday qilsa, inshaalloh faqat ustozim va ota-onam ruxsat bersa deydi. Shunday qilib keyin u bolachani 7 yoshda olib keladi, ota-onasi olib keladi. Hazrat Ahmad Yassaviga olib keladi. Hazrati Sulaymon Boqirg'oniy bo'ladi. Qarnoq qishlog'ida 4 ta madrasa, 27 taga yaqin masjid bo'lgan. Ana shu masjidlarda misol 4 ta madrasaning ichida Xalpa madrasasi, Shoh Muhammad Eshon madrasasi, yana Abul Xayr Qozi madrasasi, Xoshir madrasalari bo'lgan. Endi bu yerda juda ko'p O'rta Osiyodan ilmiy talablar kelib ilm olishgan Qarnoqqa. Ahmad Yassaviyni ham mana shu Qarnoqda yashashiga boya aytib o'tdik. Ana shu ilm izlab kelgan bo'lishi kerak deb, mana shu yana bir tarixiy manbalarda Ahmad Yassaviyni Ishoq bob Ahmad Yassaviyni bobolari mana shu Qarnoqda yashab, ana shu ancha Qarnoqdagi yerlarni Ahmad Yassaviyga vaqf sifatida berib ketilgan degan ma'lumotlar bor. Demak, 7 iqlim hukmdori Hazrati Temurbek bobomiz 2 tonnadan og'ir bo'lgan va 7 xil noyob metallar qorishmasdan tayyorlangan hamda 7 xil issiqlik haroratda eritilgan qozonni Qarnoq qishlog'ida yasatishiga bejizga buyruq bermagan. Buning uchun uni amalga oshiradigan texnologik uskunalar, shu sohaning bilimdon olimlari, yirik mutaxassislar kerakligini e'tiborga oladigan bo'lsak, Qarnoqda yuqori darajadagi ilmiy salohiyat va sifatli mahsulotlar ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari bo'lgan. Temirchilik, qurol aslaha ishlab chiqarish rivojlangan. Shundan kelib chiqib aytish kerakki, Ahmad Yassaviy tug'ilgan va yashagan hududlar azaldan ilm, ma'rifat va ma'naviyat shakllangan, taraqqiyot gurkuragan o'lka bo'lgan. Ana shuni e'tiborga olgan Amir Temur bobomiz Ahmad Yassaviy maqbarasiga o'rnatiladigan va noyob qorishmalar asosida qo'yiladigan qozonni Qarnoqda yashovchi Abdulaziz Tabriziy boshchiligidagi eronlik ustalarga buyurgan. Eng qizig'i, bugun Qarnoq qishlog'ida o'sha Tabriziylarning avlodlari yashar ekan. Bizlar shu Abdulaziz Tabriziy urpog'idanmiz. Bobolarimiz aytishiga qaraganda, Amir Temur bobomiz o'sha Ahmad Yassaviy mavzeini qurishda 7 ta usta yig'gan ekan, eng katta. Endi hozirgi davrda bir akademiklar deymizmi, shunaqa eng katta ustalarda temirchi, masalan, temir sohasi bo'yicha eng kuchli. Bizlarning bobolarimizni Samarqandga olib kelganda Tabriz shahridan chaqirishgan ekan. Endi ular bir o'zi emas, endi ko'pchilik bo'lib kelganda Samarqandga, ko'p odam endi. Shundan keyin bu yerga 1392-93 yillari Turkistonga kelishgan ekan. Keyin bu yerda bobomizga shu qozon quyish to'g'risida topshirma berilganda, chunki bu qayerda quyish kerakligini bu atroflarni tekshirib ko'rgan. Mana shu Qarnoq qishlog'iga kelgan, Qarnoq qishlog'ining tabiatini ko'rib turibsizlar. Bir salqin, suv toza, hech qanday chang yo'q. Mana bu yoqda Qaratog' emas, o'zi Qaratog' der ekan o'zi. Qaratog' deysiz. Bu yoqdan faqat toza havo kelib turadi. Bu yerda eng bir qishlog'imizning nima deydi, bir yaxshi narsasi toza havo. Chunki suvlar toza. Suv absolut toza suvlar. Bu yerda tog'in suv keladi-da. Chunki o'sha yerni tanlab, mana shu yaqin arada endi katta bir sex qurgan qo'y endi. Qozonni 1393 yil qo'shni boshlagan. 3 marta qo'ygan ekan. Ikkitasida barak chiqqan ekan. Yaroqsiz. Uchinchisida 1399 yil butun boyagida quyib bitirgan ekanda, butun ana shunday qilib. Keyin buni quyib bo'lgandan keyin buni Turkistonga qishin kuni chanaga ag'darib olib borgan ekan. Потому что og'irda. O paytdagi nima deydi, aravalar masalan ko'tara olmaydi. Shuning uchun qishin kuni buni boyagida ana olib borgan ekan. Chanada olib borgan ekan. Endi bu qozonni Abdulaziz Tabriziy deb aytiladi, lekin u emas asosiy buni avtori Sarvariddin. Uning dadasi Abdulaziz Tabriziy bobomizning dadasi Sarvariddin. Sarvariddin bobomiz quyganda, lekin bu quyayotgan paytda Samarqandda Sarvariddin bobomizning onalari kasal deb xabar kelgan ekan. Kasal bo'lib qoldi. Keyin bobomiz Samarqandga onasini ko'rishga ketgan. Lekin u qaytib kelganmi, kelmaganmi, undan ma'lumot yo'q. Lekin Tabriziy bobomiz o'sha yerda qolib, shu yerda
nima deydi, uylanib o'sha yerda endi hozir juda katta bir avlodmiz bu yerda. Endi men sen o'ylab ko'ringda, shunaqa katta bir sex quriladidan bitta qozon qo'yilmaydi qo'yib. Men bundan bir 10 yil, 15 yil Kentoda bir yig'inda o'tirib qolsak, yanimda Afg'onistondan kelgan o'rolmonlar bilan birga o'tirib qoldik. Keyin bir gapdan gap chiqib qoldi, siz qayerdansiz? Men Qarnaqdanman desam, Qarnaqni biz yerda maktabda o'tganmiz dedi. Endi men ko'rib turibman o'rolmon. Chetdan Afg'onistonga ko'chib kelgan. Bizda mendan bir yosh katta yigit ekan. Men nima deb o'tgansizlar desam, shunday Qarnoq, shunday temurshunos bilan shug'ullanadigan katta bir shahar bo'lgan deb. Men aytdim, to'g'ri. Turkistondagi mana shu Toyqazon bizda, Doshqazon deymiz, Toyqazon bizda Qarnoqda qo'yilgan desam, ular aytadi, shu Qarnoqda qo'yilgan yana bitta qozon bizda Afg'onistondan Mazar-i Sharifda turibdi deydi. Men mumkin emas deyman-da. Rasam rost deydi. U qozonning tagiga Qarnoq degan yozuv bor deydi. Ko'rdingizmi, mana shu yerda bir necha qozon qo'yilganda, bizga ma'lumi faqat ana shu Turkistondagi Ahmad Yassaviyda qozon. 1935-yilda Leningradda xalqaro ko'rgazma o'tkazilishi munosabati bilan asrlar davomida o'z o'rnidan qo'zg'atilmagan 2 tonnalik qozonni bolshevoy bosqinchilar Ahmad Yassaviy maqbarasidan Leningradga olib ketadilar. Oradan 50 yildan ortiq vaqt o'tib, 1989-yilda Turkiston shahrida yashovchi bir guruh vatanparvarlar Ahmad Yassaviyning mahobatli maqbara majmuasidan olib ketilgan noyob to'y qozonni qaytarib olib kelish uchun harakat boshlaydilar. Ahmad Yassaviy maqbarasining ichida shamdonni bilan shu qozonni ko'rib olib ketishga yuqorida vaqtda Rus imperiyasi kuchga minib turgan vaqtda u yoqqa olib ketgan, Leningradga, Ermitajga. Shunda qishloqdan odamlar kirib ko'rib qozonni talab qilishganda podvalda zaxda suvda yotgan bo'ladi. Umuman e'tibor bermagan. Shunda Turkiston shahrining bir katta bir maydonda merapiyati bo'lganda Jo'rabek Erkin so'zlab shahar garsvokom raisi edi. Shunda shunga aytgan, qachongacha shunaqa yotadi. Olib kelish kerak shunda. Shunda hech kim otilib chiqqan emas. Biz Erkinda Jo'rabek Erkin bilan birga o'qiymiz, institutda ham, u boshqa institutda edi, men boshqa institutda. Shunda turib, o'zi birdan turib, men olib kelaman deb, o'zi otilib turib, birinchi turib va'da bergan. Shunda ishonishmagan ko'pchilik. Hech qachon o'zbekcha, qozoqcha gapirishga haqqimiz yo'q, faqat hamma ruscha edi. Shunda bu kishi borib 3 ta odam, Jalilov Musa degan, Jo'rabek Erkin, yana bittasi esimda bo'lmayapti o'zi endi. 3 ta odam borib, ko'rib, tekshirib kelishga boradi. Ermitajdan turgan joyidan chiqarish muammo. Takran butun hammasini kelishib borib tayyorlab, bir 5 yil kurashganda shuni nima Ermitajning bir derazasini oldirishga, olib chiqarishga ruxsat bermaydi. Bu shuni Moskvaga borib dabis etib, haqiqatan qozonni derazadan kran orqali tortib chiqarib, nima qilib chiqargan edi. Mashinaga otib, shu mashinaga Turkiston kelguncha o'zi kuzatib kelgan. Bu haqiqatan mardlik, vatanparvarlik. Sovetlar bosqini davrida olib ketilgan to'y qozon nihoyat 50 yildan ko'proq vaqt o'tgach, Ermitaj muzeyidan o'zining qadimiy o'rni Ahmad Yassaviyning maqbara majmuasiga qaytarildi. O'rni kelganda aytish kerakki, bugun bir necha asrlardan buyon dunyo e'tiborini tortib kelayotgan Ahmad Yassaviy maqbara majmuasining umrini yanada uzaytirish borasida bugun jiddiy izlanishlar olib borishi talab etilmoqda. Bu borada nafaqat Qozog'iston, O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo, balki Turkiy mamlakatlarning malakali mutaxassislari va olimlari Ahmad Yassaviy muzey maqbarasi devorlarining nurashini oldini olish, imoratning sho'rlanishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ko'rish uchun yaqindan hamkorlik qilishlari va bu xayrli ishlarni kechiktirmasdan tezkor amalga oshirish talab etilmoqda. O'shanda buyuk avliyo Ahmad Yassaviy va Hazrati Amir Temurning ruhlari shod bo'ladi. Undan tashqari, Qozog'iston Respublikasiga kelayotgan sayyohlar oqimining soni ortadi. Turizm rivojlanadi. Mamlakatga daromad kelish ko'payadi. Yo'ldan chiqib ozganimni bilmadim men. Haq so'zini qulog'imga olmadim men.
bu dunyodan ketarimni bilmadim men. So'rar bo'lsa, men qul anda ne qilg'ayman. Chin oshiqlar doim tirik bo'lgan emish. Arvohlari yer ostiga kirgan emish. Zohid, obid bu ma'noni bilgan emish. Chin oshiqlar haloyiqni hizri bo'lgay. Turk dunyosi va musulmon olamining benazir zoti Ahmad Yassaviy o'z tariqatida ezgulikni, komillikni targ'ib qilish barobarida farzand va shogirdlari tarbiyasiga ham jiddiy qaratgan. Ularni ilm ma'rifatga da'vat etish bilan birga kasb hunar o'rganishlari, tabobat bilan shug'ullanishlari shart qilib belgilangan. Shuning uchun bugun dunyoning turli mamlakatlarida yashayotgan Yassaviy avlodlari ham bobolari da'vat qilgan yo'ldan borib kam bo'lmadilar. Hoji Ahmad Yassaviy avlodlari orasidan ko'plab yetuk namoyandalar yetishib chiqdilar. Zangi ota, shoir Atoyi, suyukli nabirasi Suzuk ota kabi avlodlarning yetishib chiqishi Sulton Ahmad Yassaviyning komillik maqomiga yetishgan avliyo ekanligi nishonasidir. Uzoq yillar izlanishlar olib borgan Yassaviydshunos Kamoljon Shodametov o'zining Suzuk ota izidan kitobida Ahmad Yassaviyning keng jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan nabirasi Suzuk ota faoliyatini chuqur o'rgandi. Yassaviy va uning avlodlari qoldirgan ma'naviy merosning ahamiyati haqida yangi ma'lumotlarni taqdim etdi. 2017-yil mana shu Shayxontohur tumanida Suzuk ota degan majmua qurilishi boshlangani e'lon qilindi gazetada. Men hayron bo'ldim. Bu Suzuk ota Sayramda bor edi. Keyin aytdim, bular bir-biriga o'xshashmikan? Mana bu qarasam ikkalasi bitta haligi ekan. Suzuk ota aslida Sayramda tug'ilgan ekan. Men o'rganishim davomida bu Ahmad Yassaviyning nabirasi ekan. Ahmad Yassaviy buni juda yaxshi tarbiyalagan ekan, tez borib turar ekan babasiga borganda buni juda suyib, o'zi muloyimgina yigit ekan. Suzib qilib, suzugim deb, keling suzugim derkan. Erkalar ekan. Ana shuna qilib keyin oti Suzuk bo'lib ketgan ekan. Asli oti Mustafaqul. Shu Mustafaqul bu ana shu keyin katta yigit bo'lib 20 yoshlarga yaqin bo'lganda bularni Zangi ota, Suzuk ota, yana bir qanchaliklarni Ahmad Yassaviy o'zining shogirdlarini Toshkentga haliga dinni targ'ib qilish uchun yuborgan ekan. Ular kelib mana shu haliga Samarqand darvozani atrofidagi jarliklarga joylashgan ekan. Shaylar qurib, shu yerda joylashib, shu yerda boyaga mahalla qurishib, shu mahallada Suzuk ota ham dars bergan ekan, diniy ta'limot yoshlarga, ham keyin o'zi usta ekan, hunarmand. Chunki ularning haligisi avlodi ustachilik bilan qilgan. Ahmad Yassaviy ham qoshiq tayyorlash bilan shug'ullangan. Bu o'ymakor usta. Ana shu ham usta, ham keyin shu yerda hunarmandchilikni joriy qilgan ekan. Shahardagi, Chorsuvdagi hunarmandlarning asosi shular. Chunki mahallada 48 ta hunarmandchilik turi bo'lgan ekan. Qarang, 48 ta nonpaz, oshpaz, boshqa hammasidan yig'sa, boyagi duradgor, haligi boshqa hammasi 48 ta tur. Suzuk ota ham xuddi shu faoliyatni qilib, bola chaqasini shu hunarmandchilik bilan boqqan ekan. Kamoljon Shodametov o'z kitobida Ahmad Yassaviyning Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston respublikalarida yashayotgan ko'plab avlodlari haqidagi ma'lumotlarni keltiradi. Bu borada Yassaviydshunos Ziyoyev ham ko'pgina xayrli ishlarga qo'l urgan. Har ikki olimlar Hazrat Yassaviy avlodlarining qo'llarida saqlanayotgan shajaralarni batafsil o'rganmoqdalar. Ayniqsa Namangan viloyatida yashayotgan va xonadoni uni yo'qlab keluvchilardan arimaydigan 108 yoshli Ibrohim otada ham shajara, nasabnomaning borligi Yassaviy avlodlarining yutug'idir. Ibrohim ota bugun elimiz, yurtimiz haqqiga duo qilib yashayotgan Ahmad Yassaviy avlodlaridan biridir. Biz hujjatli filmni tayyorlash jarayonida Ahmad Yassaviy hazratlarining avlodlari bilan ham qiziqdik. Aytish kerakki, ana shunday buyuk bir insondan
juda katta buyuk bir sulola dunyoga kelgan. Mana ularni ism shariflarini e'lon qilamiz. Ahmad Yassaviy hazratlarining nabiralari Suzuk ota. U kishi ham juda katta buyuk avliyo. U kishining maqbaralari bugun Toshkent shahrida juda katta obod bir joyga aylangan. Ikkinchisi, dunyoning juda ko'p joylaridan talpinib kelib ziyorat qiladigan Zangi ota. Shoir Atoyi. 20-yillarda dong taratgan yana ikkita jadid insonlarni aytaman, hayrat va havasingiz oshishi mumkin. Mahmud Xo'ja Behbudiy. U kishini faoliyatini bugungi kunda ayniqsa yoshlarimiz va ziyoli qatlamimiz, vatansevarlarimiz berilib o'rganmoqdalar. Ikkinchisi esa ma'rifatparvar yana bir inson Ishoqxon Ibrat. Namanganda tug'ilgan bu kishi. U kishi ham Ahmad Yassaviy avlodlaridan ekan. Siz bizga zamondosh bo'lib yashayotgan mamlakatimizda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Turkiya va dunyoning boshqa joylarida ham o'nlab Ahmad Yassaviy hazratlarining avlodlari yashayapti. Bitta havas qiladigan jihat shuki, bu avlodlarning deyarli hammasi ilm ma'rifatda yuksak pog'onalarga erishgan. Yana bitta jihati, bugun Namangan shahrida yashayotgan 108 yoshli Ibrohim ota ham Ahmad Yassaviyning avlodlari. U kishini bugun juda ko'p ziyolilarimiz borib ziyorat qilib duolarini oladilar. Mana shajaralar mana hammasi kiritilgan mana nusxasi. Hammasi o'sha nimalar berilgan mana. Yo'q, Ahmad Yassaviyning yozilgan muhrlari bor. Muhrlari mana muhrlari, mana muhrlari. Mana bular 3 ta muhrlari. Yassaviyning shajarasida berilgan. Qo'lidagi muhr shu bo'lgan. Mana arab tilida ko'ryapsizmi? Katta muhr ham bor-da. Katta muhr ham bormi? Uni ham kiritishgan bo'lsa kerak. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining professori, falsafa fanlari doktori, taniqli siyosatchi va olim Ismoil Saifnazarov. Ismoil aka 2 marta Oliy Majlis deputati ham bo'lganlar va spiker o'rinbosari lavozimida ham ishlaganlar. Xalqimizni ardoqli va juda ko'zga ko'ringan olimlaridan biri. Bu kishi ham Ahmad Yassaviyning akalari Sadr Shayx avlodidan ekanlar. Yana bitta olimimiz, hatto u kishi bizda televideniyada ham ishlab ketganlar, Gulnoraxon Ibragimova. Professor, pedagogika fanlari doktori. Qarang, Ahmad Yassaviy hazratlarini bu biz bilgan avlodlari, biz bilmagan dunyoning yana qayerlarida qancha mashhur zamon avlodlari bo'lishi mumkin. Aytish kerakki, mana shu Ahmad Yassaviy hazratlari va u kishining avlodlarini faoliyatini kuzatgan har bir odamda albatta faxr va iftixor tuyg'usi, havas jo'sh uradi, chunki bunday sulola yer yuzida nihoyatda kam. Hoji Ahmad Yassaviy va uning suyukli nabirasi Suzuk ota avlodlari bugun Qozog'iston va O'zbekiston respublikalarida yashab, jamiyatga va yurtga xizmat qilishyapti. Ayniqsa, ularning o'z shajarasi bo'lmish nasabnomasi avloddan avlodga o'tib, bugungacha yetib kelgani ibratga sazovordir. Mustaqillikka erishganimizdan keyin biz ukam Ahmadjon Ergashxo'jayev bilan Mirxoldor birgalikda Mankent qishlog'idan Nimaka degan kishining uyini devorlari orasidan topildi. Bizning shajaramiz topildi. Biz endi yoymadik, hech kimga aytmadik, saqladik, lekin u devor orasida saqlangani uchun ko'p joylari yirtilib ketgan edi. Fanlar akademiyasida ko'rishdi va juda katta konsulim chaqirib, olimlar hammasi ko'rdi. Sahihmi, sahih emasmi, haqiqiymi, yo'qmi bilish uchun Turkiyadagi Turkiston saytlari va eshonlari xalqaro tashkiloti bor ekan. O'sha yerga yubordim 17-yilda. Mana shuncha yil tekshirishdi, 22-yilda menga xabar keldi. Shajarangiz sizga tegishli shajara 100% sahih. Men o'zimni shajaramga qarasam, o'zim Hazrati Hoca Ahmad Yassaviyning 23-nevaralaridan biriman. Bizning familiyamiz Yassaviy deb aytiladi. Bizlar ham katta bir oiladanmiz va biz Turkiya, O'zbekiston, Arabiston va Amerika bo'yicha tarqalib yashaymiz. Turk dunyosining benazir avliyosi, odamzodni ilm, ma'rifat, kasb-hunar egallashga chaqirgan ezgulik targ'ibotchisi,
insoniyatni yomonlikdan komillikka da'vat etgan Ahmad Yassaviyning hayot yo'li va ijodiy faoliyati haqida hali ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar olib borilishi tabiiy. Undan tahmini bir yarım asır keyin Anadolu'da yaşayan Yunus Emre, onun gayelerinden ve şiiriyatıdan ilhamlangan. Ve Yunus Emre hem şunday quyidakini aytgan. Senin sevgin meni menden aldı. Menge sen kereksen sen. Keçeyi gündüz yanarman. Menge sen kereksen sen. Türk dünyasını asasla birleştirdiğin yegane narsa Ahmet Yesevi dasturu, fikirleri ve yoludur. Yassaviy hazratlari tubsiz dengiz, unga sho'ng'igan inson bolasi borki, o'zi bilan noyobdur javharlarni olib chiqishi aniq. Ana shunday javohirlar yetishtirgan qadim Turon eli, buyuk turk dunyosi bugun taraqqiyotning katta yo'liga qadam qo'ymoqda. Muzaffar qadamlar muborak bo'lsin qadim turkiy ilm deya Favvora film studiyasi ijodkorlari tomonidan tayyorlangan hujjatli filmga yakun yasaymiz. Turkistonga intilar dunyo, bunda qonun topgan bir siymo, turbatidan taratar ziyo, sultonimiz Yassaviy bobo. Amir Temur aylagan ko'p obod, Mir Alisher yodlagan bod. Kim yo'qlasa ko'nglim etar shod, sultonimiz Yassaviy bobo.